Sizni ham ota-onangiz bormi? Albatta bor. Ular seni bobong va buving. Ular qayerda? Juda uzoqda. Juda uzoq qayerda? U yerga borsak bo'ladimi? Bilasanmi, Adrian? Qachonki farzanding bo'lsa, sen ularni hamma narsadan ko'ra ko'proq yosh ko'rishing kerak. Lekin bu dunyoda ota-onamning mendan ham ko'ra ko'proq yosh ko'rgan narsalar bor ekan. O'sha narsalar ularning menga bo'lgan munosabatini yomonlashtirgan. Shuning uchun ularni ko'ra olmaymiz. Shunda otam meni yomon ko'radimi? Nega unday deyapsan? Biz otamni umuman ko'rmaganmiz, u doim uzoqda. Yo'q, bolajonim. Dadang ko'p safarda bo'ladi. U butun dunyoni Natali bilan sayohat qiladi. Ular muhim narsani eslashyapti. Kuni kelib, ular ishni yakunlagach va men sog'ayib ketsam, biz birgalikda yashay olamiz. Meni Marinet dedilar. Oddiygina qizman, kamtarona hayot kechiraman. Lekin men haqimdagi asl haqiqatni hech kim bilmaydi. Bu mening sirim. Mo'jizaga boy va olam, do'stlardan kuchlar odam, barchamizda kuchli hislar, mo'jizaviy imkoniga, mo'jizaviy. Hammasi joyidami, Adrian? Uzr, Natali. Tushlik tayyor. Allo. Ha, janob. Ha. Ko'rishguncha. Hammasi joyidami, Natali? Bobong va buving seni ko'rishmoqchi. Barchangizga yoqadi degan umiddaman. Qanday ajoyib taom! Men haliyam o'ylayapman, kimdir shu yerga yetishmayapti. Qachon bilan ko'rishamiz? Lekin dada, siz uni bilasiz va million marta uni ko'rgansiz. Bu yosh modeli xuddi shahzoda singari. Ha, u juda kelishgan va undan ham ortiq, lekin u hozir modellik qilmayapti, bilasizmi? Yo'q, biz bilmaganmiz. Ammo sen hali rasman yigit ekanligini tasdiqlab bermading-ku. Shuning uchun sen uni yakshanba kuniga tushlikka chaqirishing mumkin. Uni taklif qil. Iltimos, shovqin qilmang. Axir u Marinetning birinchi kiti bo'lsa, hammasini Marinet hal qilsin. Agar xohlasang, biz uni taklif qilamiz. Yo'q, hali vaqtli. Men hali to'y, 3 ta bolamiz va og'maxonlarimiz haqida o'ylab ko'rmadim. Uni taklif qil. Xo'sh, mayli. Salom, Marinet. Salom, Adrian. Yakshanba kuni tushlikda bo'shmisan? Yo'q, menda ishim chiqib qoldi. Bu qanaqadir muhim ishmi? Men bobom va buvim bilan uchrashaman. Vau, zo'r-ku. Nima? Bilmadim. Men ularni umuman bilmayman, hayotda ko'rmaganman. Rostdanmi? Ular olamning ota-onalari. Onam ularni ko'rmasligini xohlardi. Ammo lekin nega? Ular yomonligini aytgandilar va otam menga o'z ota-onasi haqida aytib bermaganlar. Ha. Va negadir ular meni ko'rishmoqchi. Nima qilishni ham bilmayapman. Yakshanba kuni sen bilan qanchalik bo'lishini bilganingda edi. Men ham. Lekin bilasanmi nima? Agar sen kelolmasang, men bora olaman. Buvijonlarning tilini tez topaman. Unchalik yomon bo'lishlariga ishonmayman. Agar biror kor hol bo'lsa ham men seni himoya qilaman, chunki sen meni oilamsan. Yo'q, bo'lajak oilam bo'lasan. Xullas, nima deysan? Agar sen buni qila olsang, marhamat, sen bilan bo'lishni istagan bo'lardim, Marinet. Albatta qila olaman. Ko'rasan, Nataliga berchi. Bilmadim, bu yaxshi fikrmi yoki yo'q. Lekin Lord Grande juda ham aniq insonlar. Ular oila davrasida bo'lishni istashadi. Faqatgina xizmatkorlar oshxonaga kira oladi. Oqsoch xonim niqoblandi. Amirlar uchun sanchiqlar o'ng tarafda, baliqlar uchun chapda. Voy. Lordlar juda ham ma'naviy, Marinet. Sen ehtiyotkorroq bo'lishing kerak. Tadbirlarda ota-onamga ofitsiant bo'lib ko'p yordamlashganman. Sezdirib qo'ymayman. Keyin menga qanday bo'lganini aytib berasizlar. Siz nima haqida gapiryapsiz? Biz bilan tushlik qilmaysizmi? Men bu oiladan emasman. Nima? Lord Grande, siz Adrianga onalik qilayotganingizni bilmaydimi? Men hech qachon uning o'rnini bosa olmayman.
qaysi tarafdan bobongiz va buvingiz kelishdi? Emil va Milli Grandevine. Sizni ko'rganimdan mamnunman. O'zingizni qiynamang. Bizning kichkinamiz bo'lgan bu uyda bizning qizimiz hamda anu yaramas yashagan. Ammo bola chakka emas. Assalomu alaykum bobojon. Assalomu alaykum buvijon. Lord Gren iltimos. Hamda otangiz tarafdan bobongiz va buvingiz Jonni va Gabriella Grasset. Xonim va janob, taklifingiz uchun tashakkur. Xush ko'rdik. Men Lord Grandevanilla gertsigiman. U esa mening rafiqam, Milli xonim. Men esa Jonni, bu esa Gabriella. Biz koinot bo'yicha muhabbatimiz butunlay bo'lishiga imzo qo'ymaganmiz. Yo xudoyim, avliyo Jaget, sen hayotda yana ham chiroyli ekansan. Anchadan beri sen bilan ko'rishmoqchi edim. Bu yana qanday g'alati hid bo'ldi? Juda jirkanch hid. Bu mening tayyorlaganim. Juda shirin. O'zim qilganman. Ularni ishitish kerak. Sizning oshxonangiz qayerda? Singlim, ishingizni ko'paytirmoqchi emasman. Shunchaki oshxonagacha ko'rsatib qo'ying. Biz ko'p vaqtimizni shu narsaga yetkazdik. Ovqatga yo'l olamiz. Qoyil maqom yaltirab turishini-chi bularni. Tayyor. 1 daqiqa mikrolovkada va tayyor. Sizdan uzr so'rayman. Biz o'z xohishimiz bilan kelmadik. Barchaga kelganingiz uchun rahmat. Ovqat shirin bo'ladi deb umid qilaman. Hamda oila masalasida yechim topamiz. Bu stol bizni yig'gan savoli. Bobo, men bir narsani unutdim. Borishim mumkin. Rahmat. Black. Adrian, Marinette. bilaman senga qiyin, lekin hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytasan, barchasi yaxshi bo'ladi. Men aytganimdek, bizni stol ostida yig'ib turgan savol bu. Kim Adrianga qarab turadi? Axir u yolg'iz. Lekin u yolg'iz emas. Janob Adrian yolg'iz o'zi bularning barchasini yeb qo'ya olmaydi. Graham, maylimi men aytsam? Natali men bilan. U axir xizmatkor, oila a'zosi emas. U biz kabi senga qayg'urishga haqqi yo'q. Azizim, Natali ular bilan ancha vaqtdan beri birga. Uni oila a'zosi Hozir men gapiryapman. Filgini o'zingga tut va og'zingni yop. Grande Vanilla oilamizning qalqonni oqladigan gerbi shiorida aytilgandek, ular har doim Angliya qirolligining va afsuski Fransiya qirolligi bir qismi bo'lgan. Voy, bu rasmni chiroyliligini itpolar deyaptimi va mana bu she'r nimani bildiradi? Bu bo'ri, she'r esa bu bizning oilaviy shiorimiz, lekin hozir bu haqida gaplashmayapmiz. Ikki fuqarolik ikki yuzlik ramziy ma'noda anglatadi. Ular avloddan avlodga katta o'g'illarga topshiriladi. Qayerda nimadir yondimi? Voy! Bu Jonni, u doim olov bilan o'ynashadi. Janob Adrian, men bilan oshxonani tekshirishga bora olmaysizmi? Rahmat. Natali, bu bo'lishi mumkin emas. Adrian anavi lordlar bilan yasha olmaydi. Marinette, u Lord Adrianning bobosi va menda hech qanday huquq yo'q. Birovni iloji bo'lishi kerak-ku. O'zingchi nima fikrdasan? Men Parijdan ketgim kelmayapti, Marinette. Natali bilan seni tashlagim kelmayapti. Lekin ular ham mening oilam. Ko'mir. Shimoldan kelgan maxsus taom. Qanday qilib buni yeysiz? Bu ko'mir emas, bu mening pishirig'im. Ha? Buni tuzatishimga qo'yib ber. Marinette, yo'q. Milli, faqat shuni yemoqchiman deb aytma. Kuygan bo'lsa ham buni menimcha yesa bo'ladi. Hammayni zaharni shoxlasang xalaqit bermayman. Eshitib ham o'tirmayman. Savolimizga qaytamiz. Adrian, menga Gramma uzugini ber. Voy bu, buning ta'mi juda ham mazali ekan. Janursan, jag'ingni yop. Bunga nimani qo'shgansiz? Pishloq qo'shilgan.
Tog'im buzilmabdimi? Gabriella, tez yordam chaqir. Kelin kasalxonaga olib boramiz. Yo'q, bu juda ham ajoyib va uning ta'mi juda ham mazali. Milliy aqlli ish qilgin va iltimos, og'zingni yopib fikrlaringni o'zingda tut. Xo'sh, men aytganimdek, Adrian bizga qaytish vaqti keldi. Adrian Graham Adrian, uzuk qayerda? Men uzukni sizga berdim, Lord Grant. Sen. Qaysi ma'noda sen? Siz bularni yemaysizmi, azizim? Uzukni menga qaytar. Men tushundim. Endi men seningcha o'g'ri bo'lib qoldimmi? Bir daqiqa, unday g'azablanmang, u shu yerda bo'lishi kerak. Men ham uzukni qidiraman. Bu yerda yo'q, bu yerda ham. Uzuk topmagunimizcha mehmonxonani hech kim tark etmaydi. Adrian sizga garantiya beradigan qog'ozni shu vaqt ichida siz kontraktni imzolang. Uni hech qachon ko'ra olmaysiz. Nega ko'risha olmas ekanmiz? Axir nevaram bilan hozirgina tanishdik. Eshityapsanmi, milord? G'azabli lord bilan yashagandan ko'ra Adrian biz bilan yashagani afzalroq bo'lardi. Emil, azizim, kimni mana shu eski hikoyalar va uzuklar qiziqtiradi? Milliy iltimosligini tishlaring orqasida ushlagan. Balki bu dahshatli baqirishlaringni bas qilarsan, Emil. Voy, uzr so'rayman, qo'polman. Men hammasini tushundim. Nechta pul xohlaysiz? Pulingiz o'zingizga buyursin. Ular bizga kerak emas. 17 yildan beri kerak emas, hozir ham. Teatrni tugating. Siz shunchaki narxni ko'taryapsiz xolos. Nechta pul kerakligini ayting va mavzuni yopamiz. Bu teatr emas. Teatrni sen uyushtiryapsan. Sen nima xohlashini bilmayapmanmi? To'g'risini ayt. Nega biz kontrakt imzolashimizni xohlaysan? Ishongim kelmayapti. Yanada qattiqroq baqiryapsizlar. O'zingizni bilmaganga solmang. Adrianning buvisi va bobolar, ular Nima demoqchisiz ana? faqat kartoshka frilarini sotadigan restoran egasi edi. Va nima muammo ekan? Gremlar gerda egallik qilayotgan ko'rsa, Grassetlar oilasi undan ancha oldin shu ish bilan shug'ullanardi. Mening avlodim Parbensiya uchun sous va bekonlar bilan kartoshkalarni tayyorlar edi. Yo'q, xudoyim, bundan kim xavotirda? Va sen bu g'alati narsani o'rmagan jirkanch narsa. Menga baqirishni bas qil dedim senga, Emily. Oh, men topdim. Menga ber. Qo'y, bu meniki. Qo'lingni ol. Men topdim. Milliy, hoziroq menga ber. Milliy. La, ko'zingni bos. O'zimni bosa olmayman. Bu juda shirin. Milliy, e'tibor markazida bo'lmagan hoziroqchi. Yo'q, Emily, sening tarixiy diktatorlaring endi men uchun tugadi. Men bularni hatto yarimiga ham teng bo'lmaganman va endi uzuklar menda. Kalit bormi? Salom, bezovta qilganim uchun uzr. Lekin men siz odamlar janjal qilayotganda hamda sizdan foydalanayotganda yoqtirmasligingizni ko'rdim. Menimcha, aynan siz ularni boshqarishingiz kerak va men sizga shu kuchni bera olaman. Yo'q, endi men ring hakamiman. Xo'sh, sizlar urushmoqchi edingizmi? Endi hammangiz bo'rilardek jang qilasiz. Nimalar bo'lyapti? Adrian, bu yerdan ket. Yo'q, qolavering. Axir jang endi boshlanyapti. Marinat, yaxshiroq joyda berkin. Natali, Gabriellani bu yerdan olib keting. Men esa yordam chaqiraman. Bobolar bilan har doim shunday qiyinmi, Marinat? Ba'zan, lekin biz buni uddalaymiz. Tiki, olg'a. Ha! Bugungi jangga xush
Xush kelibsiz. Bu yerda Jon Gressett, Shimol mo'jizasi. Bu burchakda esa Gersog Emil Grant va albatta eng loyig'i bu jangda g'olib bo'ladi. Jang boshlang. Lekin men jang qilgim kelmayapti. To'xtating, bu mening tanam. Men boshqaruvni yo'qotdim. Va nihoyat Adrian qaysi bobosi kuchliligini bilib oladi. Mana shuni jang desa bo'ladi, faqat bir-birini o'ldirib qo'ymasa bo'lgani. Shunda Adrian qaysi hayotda yashashni o'zi tanlaydi. Abjir mushukka aylan va barchasini to'xtat. Unda barcha Abjir mushuk ekanligini bilib olishadi. Unda tinchlan va men bilan delikada istansam qilar. Kechir meni. Sen ham meni kechir. Stol atrofida juda yaxshi jang qilgan edilaring. Xavotirlanmang, hammasi tez orada o'z o'rniga qaytadi. Xon qizi, bizga yordam ber. Yo'q. Hech kimni ringga xalaqit berishga haqqi yo'q. Bizni kichik xonim qutqaradi, Black. Albatta, u har doim yechim topadi. Ammo Abjir mushuk paydo bo'lmasligiga g'alati bo'lmaydimi? Black, o'ng'a. Kichik xonim, men osmonda g'alati platformani ko'rdim. Men ketyapman. Zo'ravonlik hech qachon yechim bo'la olmaydi. Nega shunchaki uzukni berib qo'ya qolmaysiz? Bafurcha o'tirib gaplashib olardik. Gaplashamiz. Nima deb o'ylaysan, bular ikkisi oddiy gaplasha oladimi? Ular gaplashishni emas, ular jang qilishni xohlaydi. Chunki ikkisi ham bir xil. Jin ursin, xotinimni tom ketgani ayb menda emas. Aksincha, seni ovqatingni deb. Ko'rdingmi, xon qizi, ular meni haq ekanligimni isbotlashyapti. Na, men ketyapman, lekin kech qolishim mumkin. Abjir mushuk. Xon qizi aynan siz emas. Ular yolg'iz ekanligini bilmaydi. Xon qizdan qutuling va tumorini olib keling. Xon qizi, men yutqazmayman. Andik imkoniyat. Uzr xon qizi, bu biz emas. Qalay xon qizi, senga ular bilan jang qilish yo'qyaptimi? Ixtiyoringiz bilan taslim bo'ling. Zarar yetkazishni istamayman. Hech qachon. Unda istaganingdek bo'ladi. Sen o'yinni bilmayapsan, xon qizi. O'zingiz bilganingizdek eng kuchli aloqa bu oilaviy aloqadir. Yo'q, to'xtang ahmoqlar. Tayyor, endi quchoqlashib yarashib oling. Endi yovuzlik qilolmaysan, Ultra Akuma. Yovuzlikni quvish vaqti yetdi. Tutdim. Oq yo'lmi tikapalak? Mo'jizakor xon qizi. Menimcha men ancha oshirib yubordim. O'ylaymanki, bu tumor sizga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Ketishim kerak. Ko'rishguncha. Xayr, xon qizi. Marinat qayerda? Marinat. O'zgarish. Marinat. Adrian, Marinat. Men sendan sendan juda ham ham xavotirda edim. Bu uzuk Adrianga tegishli. U kelajagini o'zi belgilashi kerak. Rahmat. Ammo men nima xohlashimni bilmayman. men hali ham o'smirman, Natali, va Adrianning shunchaki qiz o'rtog'iman. Uning o'rniga qaror qabul qilish yoki bobo-buvilardan qaysi birinidir tanlash huquqiga ega emasman.
Siz katta odamsiz va eng asosiysi siz Adrianning ota-onasi yonida bo'lmagan paytda g'amxo'rlik qilasiz. Endi Adrian uchun siz onasidek Adrian, mening o'g'lim emas. Meni haqqim yo'q. Jaget aytganidek, agar unga mehr qo'ysang, o'zingni onadek his qilasan. U rostdan shunday deydi-ku. Aytmagan taqdirda ham u shunday derdi. Rostdan ham shuni xohlaysanmi? Mening hayotim shu yerda. Brinnet, do'stlarim va siz bilan Parijda. Ta'tilda men sizlarga tashrif buyuraman. Istasangiz biz bir-birimiz bilan yaqinroq bo'lar edik. Albatta, biz rozimiz. Xo'sh. Senga akadan ko'ra ko'proq ona kerak. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz va seni o'z uyimizda kutamiz. Agar siz ham kelib tursangiz, biz ham xursand bo'lib turamiz. O'ylaymanki, sizning uyingizda bunaqa taomlar ko'proq Len sizga bo'ladi. Graset oilasining oddiy kartoshka fri tomonidan tayyorlab beradi. Sizning taklifingizga juda xursandmiz. Hazillashyapsanmi, Milli? Emil, yetarli. Sen ularga kartoshka frini yoqtirishingni aytishing mumkin. Yoqtirasizmi, chindanmi? Dada, oyim uchun kerakli bo'lgan dorilarni topdingizmi? Yo'q. Agar onang tuzalsa, dadang sen bilan butunlay birga qoladi. Film Mushron dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Bizning Telegram, Instagram va YouTube kanallarımizga albatta obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.